Bugun sizlar bilan kommentariyalarni o'qib chiqamiz. Aka, mana shu galstukni qanday qilib ingichka boylash kerak? Iltimos shu haqida video qilib bering. Xo'p bo'ladi. Tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, galstuk bog'lash oson narsa emas. Takrorlashlar davomida siz o'zingizga mos tugunni chiqarishni o'rganib olasiz. Birinchi bo'lib katta tarafini kichkina tarafiga o'tkazib olamiz. Keyin esa ikkita barmog'imiz qolgan holda bir marta, ikki marta aylantirib olamiz. Keyin hosil bo'lgan joyga katta tarafini o'tkazib olamiz. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, o'tkazib olganimizdan keyin bu joylarda bo'linishlar bo'lishi kerak. Oddiy pastga tortib qo'ysanglar, u darajada chiroyli bo'lmaydi. To'g'irlab o'zimizga yoqqan uzil paydo bo'lguncha pastga tushiraveramiz. Qarab turibsizki, bizda idealniy tugun paydo bo'ldi. Yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, galstukni ortib qolgan qismini biz shimimiz ichiga tiqib olishimiz kerak va galstukimiz shimimizga tegar-tegmas holda qolishi kerak. Keyingi video nima haqida bo'lishini xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.